Bugun siz bilan juda ham muhim mavzu ustida gaplashamiz. Ko'pchilikka ravshan bo'lmagan, juda ham ko'p miflar, afsonalar bor bu mavzuda, noaniqliklar bor. Bu mavzu nomi munosabatlar. Qachonki siz o'rganib qolganingizni sevgi deb nomlayapsiz, chidashingizni sevgi deb nomlayapsiz, qachon munosabatlar haqiqatdan ham sog'lom? Juda ko'p ayollar bir xil savol bilan kelishadi. Munosabatlarda men o'zimni sevilayotganimni his qilmayapman. Balki meni juftim meni umuman sevmaydi. Balki men juda ham ko'p narsa xohlayotgandirman, talabchandirman. Balki bolalik travmalari xalal beryapti yoki men hammasini o'zim o'ylab topayotgandirman deb o'ylashadi. Keling, xotirjam, aniq mana shu mavzuni yoritamiz. Agar siz bir marta bo'lsa ham bu munosabatlarda nimadir noto'g'ri ketyapti, nimadir ne tak, lekin nimaligini bilolmayapman, aniqlashni xohlayman deb o'ylagan bo'lsangiz, demak bu videoni oxirigacha ko'ring va savollaringizga javob oling. Birinchi navbatda shundan boshlash kerakki, bu munosabatlarda men bilan nimadir noto'g'ri hissi bo'sh joydan paydo bo'lmaydi. Haqiqatdan ham shunaqa insonlar bor, ularga qancha sevgi, qancha e'tibor berilsa, shuncha kam ularda xuddi surunkali sevgi yetishmasligi bor. Xuddi qalbida qanaqadir bir chuqurlik bor bu insonlarni. Lekin hozir biz bu haqida gaplashmayamiz. Bu alohida terapiya mavzusi. Lekin agar siz umuman olganda boshqa insonlardan mehr-muhabbatni qabul qila oladigan, parvarishni qabul qila oladigan inson bo'lsangiz va ma'lum bir insonni oldida doimiy ravishda xavotir, trevoga, yolg'izlik hissi, uyat hissini his qilayotgan bo'lsangiz, demak muammo sizda emas. Katta ehtimol bilan bu munosabatlarni dinamikasida haqiqatdan ham nosog'lomlik bor. Ya'ni siz kimni oldida o'zingizni qanaqa his qilayotganingizga, hissiy foningizga, doimiy his-tuyg'ularingizga e'tibor berishingiz kerak. Tushunasiz? Ma'lum bir insonni oldida doimiy ravishda salbiy tuyg'ularni his qilish har doim ham siz haqingizda bo'lavermaydi. Men 9 yillik tajribaga ega preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt Gulhayo Komili bugun sizlarga sog'lom munosabatlarning belgilarini va ayollar yillar davomida sezmaydigan nosog'lom, xavfli munosabat belgilarini to'liq tushuntirib beraman. Eng muhimi, biz bugun faqat muammolar haqida gaplashib diagnostika qilmaymiz. Aksincha, mana shunaqa xavfli belgilarni o'z munosabatlaringizda topsangiz, nima qilish kerakligini ham tushuntirib o'taman. Keling, hozir biz siz bilan agar bu munosabatni sog'lom deb nomlasak, nimalar unda bo'lmasligi haqida gaplashamiz. Zo'ravonlik. Aslida zo'ravonlik haqida gapirilganda ko'pchilikni ko'z oldiga shunaqa tasavvurlar keladi. Masalan, janjallar, kaltaklashlar va hokazo. Qachonki bir inson ikkinchi insonga jismoniy tan jarohati bersa, lekin aslida oilada yoki munosabatlarda zo'ravonlik ancha oldinroq boshlanadi. Demak, birinchi belgi bu nazorat. Ya'ni qachonki sizni ikkinchi odam o'zini kutuvlari, tasavvurlari, fantaziyalari bo'yicha o'zgartirishga urinsa. Bunaqa kiyinma, mana bu o'rtog'ing bilan munosabat qurma, u menga yoqmaydi. U yerda ishlama, jim bo'l, haddan tashqari hissiyotlisan, hissiyotlaringni jilovlab olgin. Shu va shu kabi jumlalarda siz ikkinchi inson sizni nazorat qilishni boshlaganini his qilishingiz mumkin va albatta aslida bunaqa harakatlar qachonki ikkinchi inson tomonidan qilinsa, sizga zo'riqish hissi beradi. Ikkinchi belgi bu beparvolik. Ya'ni qachonki u xohlasa, uni kayfiyati yaxshi bo'lsa, unga kerak bo'lganingizda siz uni hayotida borsiz, lekin boshqa payt uni hayotiga sizda hech qanaqa dostуп yo'q. Agar sizga yomon bo'lsa, o'zingizni yomon his qilsangiz, qiynalsangiz, sizni tuyg'ularingiz unga xalal beradi, uni charchatadi va u sizga aytishi mumkin: qancha davom etasan shunaqa holatda? Ya'ni sizni tuyg'ularingiz u uchun muhim emas. Uchinchi belgi bu tizimli tanqidlar va kamsitishlar. Ya'ni bu inson o'zini so'zlari, harakatlari bilan sizga shunaqa hissiyotni yetkazadi. Sen bilan nimadir noto'g'ri yoki bo'lmasam sen yetarlicha emassan.
sizni yurish turishingiz, tashqi ko'rinishingiz, gaplaringiz bo'yicha qanaqadir tanqidlari, doimiy yerga urishlari yoki qanaqadir haqoratlari va eng asosiysi bu inson bir marta bu ishni qilmaydi, balki tizimli ravishda doimiy mana shunaqa munosabatda bo'ladi. 4-belgi bu moliyaviy bosim. Ya'ni sizni xarajatlaringizni ikkinchi inson boshqarishi. Pulni men topyapmanmi? Demak, nimaga qancha pul sarflashni ham men hal qilaman. Yoki bo'lmasam, sen mana bu narsaga loyiq emassan javoblari. Ya'ni siz o'zingizni ehtiyojlaringizni agar siz ikkinchi insondan moliyaviy qaram bo'lsangiz ham o'zingizni ehtiyojlaringizni qondira olmaysiz. Qachonki ikkinchi inson loyiq ko'rsa, ha, bunga pul sarflasa bo'ladi degan paytda siz o'sha narsani o'zingizni ehtiyojingizni qondira olasiz. Ikkinchi inson xohlamagan, unga noqulay bo'lgan paytlarda yoki u muhim hisoblamagan paytlarda siz o'zingizni ehtiyojingizni qondira olmaysiz. 5-belgi jismoniy bosim. Ya'ni jismoniy bosimni siz his qilishingiz uchun o'ylamang. Ikkinchi inson albatta sizni urishi, silkitishi, bu jismoniy bosim qolgani yo'q deb o'ylamang. Masalan, elementarni eshikni qattiq yopish, ochish, siz turgan joyingizga qo'lini mushlashi yoki qanaqadir buyumlarni otishi ham, bu ham jismoniy bosimga kiradi. Chunki mana shunaqa harakatlari bilan inson sizga sizdagi xavfsizlik hissini yo'qotadi. Siz o'zingizni xavfsiz his qilmaysiz va ikkinchi inson tomonidan bosimni zo'riqishni his qilasiz. Mana shunaqa nosog'lom munosabatlarda, nosog'lom muhitda o'zingizni va munosabatlaringizni qurayotgan bo'lsangiz, qanaqa belgilar orqali, qanaqa o'zingizdagi indikatorlar orqali tushunishingiz mumkin. Birinchisi bu sizdagi doimiy bo'ladigan uyat hissi. Ya'ni men bilan nimadir noto'g'ri. Keyingisi esa doimiy aybdorlik hissi. Siz o'zingizni his-tuyg'ularingiz uchun ham uyalasiz. Ehtiyojlaringiz, xohishlaringiz uchun ham uyalasiz. Hamma narsa uchun qanaqadir logikasi yo'q, aslida mantiqi yo'q aybdorlik hissi doimiy ravishda sizni hamrohingiz bo'ladi. Keyingi hissiy fon bu qo'rquv. Ya'ni men uni hurmat qilaman emas, yo'q, aksincha, men uni reaksiyasidan qo'rqaman. Chunki u kutilmaganda qanaqadir reaksiyalarni qilishi mumkin va bu mendagi xavfsizlik hissini yo'qotadi. Keyingisi esa yolg'izlik hissi. Insonlar yillar davomida rasmiy munosabatlarda bo'lishi mumkin. Chetdan qaraganingizda hammasi chiroyli, hammasi go'zal, lekin aslida ichkarida, qalbida inson o'zi bilan o'zi yolg'iz, o'zini ichki kechinmalari bilan va munosabatlarda hech qanaqa hissiy, emotsional yaqinlik yo'q. Sog'lom munosabat qurishni istagan insonlar uchun juda ham muhim bir mezon bor. Sog'lom munosabatlarda sizdagi salbiy tuyg'ular, doimiy uyat, yolg'izlik hissi, aybdorlik hissi, qo'rquv, xavotir munosabat qurilgandan keyin sekin astalik bilan kamayishi kerak, yo'qolishi kerak. Lekin aksincha bu negativ munosabatlar yildan yilga oshib borayotgan bo'lsa, ko'payayotgan bo'lsa, bu nima haqida? Bu shu haqidaki, bu munosabat sizni davolamayapti, sizga shifo bermayapti. Aksincha sizni eski qalb yaralaringizni chuqurlashtiryapti. Ana endi biz sizlar bilan umuman boshqa qutb haqida gaplashamiz, ya'ni sog'lom munosabatlar. Ular aslida qanday bo'lishi kerak? Sevgi, haqiqiy sevgi va sevgi illyuziyasi. Ular aslida qanday farqlash mumkin? Sizlarga sog'lom munosabatlarni 3 ta eng asosiy prinsiplarini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bazaviy, fundamentalniy prinsiplari. Masalan, uy qurayotganingizda hech qachon tomidan boshlamaysiz. Sog'lom munosabat xohlasangiz ham har doim fundamentdan, pastki qismidan boshlashingiz kerak. Birinchi eng asosiy prinsip: munosabatlarni ustida har doim ishlash kerak. Bu degani ikkita odam bir-birini doimiy ravishda terapiya qilishi kerak degani emas. Aksincha, chiroyli kommunikatsiya, so'zlashuvni, muloqotni yo'lga qo'yish. Qachonki birinchi inson va ikkinchi inson bir-biriga ichki kechinmalarini ochiq, hurmat bilan bildira olsa, hech qanaqa to'siqlarsiz va xavotir, qo'rquvlarsiz. Bundan tashqari hamdardlik bildira olish, empatiya. Qachonki siz ikkinchi insonni og'riqlarini his qila olsangiz va ichki tushunish, hamdardlik bilan munosabat qila olsangiz,
Sizga shunaqa ruhiy holat kerakki, siz munosabatda ikkinchi insonni og'rig'ini boya aytganimdek yaxshi his qila olishingiz kerak va hech qanaqa zo'ravonliklarsiz, ortiqcha manipulyatsiyalarsiz muammoni ochiq suhbatlar orqali va tushunish orqali qanaqadir bir oltin o'rtalikka, yechimga kela olsangiz. Bilasizmi, ko'pincha hayotimizda muammoli vaziyatlar bo'lganda biz aybdorlarni tashqaridan qidiramiz. Konflikt momentlarida, muammoli vaziyatlarda bizni ham, o'zimizni ham ichki sabablarimiz bo'ladi o'sha holat bo'yicha. Qachonki inson ongli bo'lsa, qanaqadir avtomatik ravishda ongsiz yashamasa bu hayotda va har bir vaziyatda o'zini ulushini his qilsa, o'zini sabablarini tushunib yetsa va ikkinchi insonni ham tinglashga, eshitishga tayyor bo'lsa, ochiq bo'lsa muloqotga, bu munosabatda juda ham katta o'sishga va rivojlanishga sabab bo'ladi. Ikkinchi prinsip: xohlayman va kerak o'rtasidagi muvozanat. Har qanaqa juftlikda ba'zi bir ishlarni juda ham xohlaganimiz uchun qilamiz, boshqa birlarini mas'uliyatimizga kirgani uchun bajaramiz. Muammo qachon boshlanadi? Qachonki mana shu muvozanat buzilganda, xohlayman va kerak o'rtasidagi. Mana men sizga yana ham buni yoyibroq, to'liqroq tushuntiraman misol bilan. Qarang. Masalan, erkak kishini olaylik. Unda должен, kerak juda ham kuchli rivojlangan, u mashina olishi kerak, u uy qurishi kerak, u ta'minlashi kerak va hokazo. Ayolda deylik, xohlayman. Men dam olishga borishni xohlayman, отпускка borishni xohlayman, ko'ylak xohlayman va ikkita insonda prioritet mana shunaqa bo'lsa, ya'ni birinchisi o'zini umuman esdan chiqarib qo'ygan va faqat qilishi keraklar bilan yashayapti. Ikkinchi taraf bo'lsa, o'zini qanaqadir vaziyatlarda majburiyatlarini e'tiborga olmasdan faqat talablar, xohishlar bilan deylik yashashayotgan bo'lsa, bu munosabatlardagi konfliktlarga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham aslida eng muhim balans deganda biz nima haqida gapiryapmiz? Bu qachonki munosabat ichidagi har ikkita odam o'zini eshitsa, o'zini ehtiyojlarini tushunib yetsa va ikkalasi ham o'zini munosabatlardagi mas'uliyati, majburiyatlarini tushunib bajarsa va albatta ichki xohishlarini ham kelishgan holatda amalga oshirsa, bu munosabatlardagi juda ham katta sokinlikka, o'sishga, halovatga sabab bo'ladi. Noteng muvozanat vaqt o'tishi bilan charchoqqa, ranjishlarga va munosabatda hammasini men ko'taryapman, u esa foydalanyapti hissiga olib keladi. Uchinchi eng muhim prinsip bu munosabatlarda shirin so'zlar bo'lishi. Hurmat qilinish, minnatdorlik hissini yetkazish ikkinchi insonga va bundan tashqari ikkinchi inson qanchalik sizni ilhomlantiradi, undagi nima narsa sizga yoqadi, shular haqida ochiq gapirish. Bu aslida juda ham muhim, chunki biz munosabatlarda berishga odatlanganmiz, mehr beramiz, e'tibor beramiz, lekin ikkinchi inson tarafidan bizga hech qanday maqtov kelmasa, minnatdorchilik hissini bizga yetkazishmasa va qanaqadir ijobiy qayta aloqa bo'lmasa ikkinchi inson tomonidan sizga nisbatan, bu sizni resurslaringiz, kuchingiz sekin asta kamayishiga olib keladi va albatta balans buziladi. Shuning uchun ham juda ham muhim har doim munosabatlarda ikkinchi insonga gapirib turish. Uni qaysi qilayotgan harakatlari sizga yoqadi, minnatdorsiz, uni qaysi jihatlari, ko'rinishi, o'ziga xosliklari sizga baxt hissini beradi, faxr hissini beradi. Mana shular haqida to'liqroq aytib borish kerak. Nimaga desangiz, mana misol uchun individual seanslarda, psixoterapiya paytida ayollar kelishadi, ayniqsa erkaklar ham va aytishadiki, meni turmush o'rtog'im meni umuman maqtamaydi, menga rahmat etmaydi, noshukur va shu kabi gaplar bilan murojaat qilishadi. Chunki aslida chetdan qaraganda bilmaslik mumkin, tushunmaslik mumkin, lekin har bir insonni pozitivniy поглаживание degan narsa borda, ya'ni ijobiy silab qo'yish. Mana shu narsaga har bitta insonda aslida ehtiyoj bo'ladi. Masalan, siz o'ylashingiz mumkin, bu odam jiddiy odam, bunga hech qanaqa shirin so'z kerak emas deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida har bitta insonning qalbida ijobiy so'zlarga, iliq fikrlarga
ehtiyoj juda ham katta. Masalan, tasavvur qiling, munosabatda sizni juftingiz siz kutmagan harakatni, ishni qildi va siz haqiqatdan ham hayratlandingiz. Va bu hayrat hissini ichingizda saqlashingiz kerak emas, unga bildirishingiz kerak. Vau, men qoyil qoldim sizni bu harakatlaringizdan. Sizdan bunaqasini kutmagandim. Молодец. Buni aytish aslida juda ham oson. Agar gapirib o'rganmagan bo'lsangiz, sekin buni o'zingizda rivojlantirishingiz mumkin, chunki bilasiz, miyada neyroplastiknost bor, nerv hujayralari o'zgaradi, yangi odatlarni, yangicha gapirishlarni inson o'zida bemalol shakllantirishi mumkin. Siz hozir shunchaki o'ylab ko'ring, bitta amaliyotni boshlasak bo'ladi sizlar bilan. Juftingizda nimani qadrlaysiz? O'sha qadrlaydigan narsalaringizni nomini sanab chiqing, iloji bo'lsa yozing, albatta u insonga bu haqida gapiring. Bu rivojlantiradi. Siz bir-biringizni kuchli tomonlaringizni qayd qilasiz va bir-biringizni bostirmasdan birgalikda rivojlanasiz, kuchli bo'lasiz. Bilasizmi, mana shu iliq so'zlarsiz munosabatlar bir shikoyatlar va majburiyatlar almashinuviga aylanib qoladi. Munosabatingizni diagnostika qilish uchun 3 ta eng asosiy savol. Birinchisi, bu munosabatlarda men halovatli, sokin, tinch, tirikmanmi? Mazza qilib yashayapmanmi? Yoki aksincha, qo'rquv, aybdorlik hissi, uyat va charchoqlar ichidamanmi? Menga yomon bo'lgan paytlari juftim yaqinlashadimi? Yoki aksincha, uzoqlashadimi? E'tiborga olmaydimi? Mensimaydimi yoki tanqid qiladimi? 3-savol, bu munosabatlarda men o'sib rivojlanyapmanmi yoki aksincha qisqarib, kichiklashib boryapmanmi? Agar javoblaringizda zo'ravonlik, muvozanatsizlik, mehrsizlik, hurmatsizlik, mehr va hurmatdan yuqoriroq kelsa, bu degani hoziroq chemodanlarni olib ketish kerak degani emas. Yoki aksincha, xarakteri shunaqa, menga shunaqasi to'g'ri keladi, bo'ldi shu munosabat shunaqaligicha qolib ketadi deb hammasini o'z holicha qoldirish kerak degani ham emas. Aslida bu munosabatlarni qayta qurish kerak ekanligidan dalolat beryapti. O'zingizdan so'rash vaqti keldi. Nega men aynan shunday sevgi shaklini tanlayapman? Sog'lom munosabat aslida ideal qanaqadir kartina emas. Bu siz o'zingiz bo'la oladigan, o'zingizni yemirmaydigan, aksincha sizni kuchaytiradigan joy. Bilasizmi, ko'pincha munosabatlar yomon shunchaki siz qanaqadir yovuz insonga duch kelganingiz uchun emas, balki munosabatlarni sog'lom ushlab turadigan ko'nikmalarga ega bo'lmaganingiz uchun. Hozir men sizga munosabatlarni o'zgartiradigan 3 ta eng asosiy ko'nikmalarni sanab o'taman. Bu ko'nikmalar sizda bo'lmasa, siz har safar bir xil vaziyatga tushasiz, bir xil ssenariy takrorlanaveradi. Agar bu sanab o'tadigan ko'nikmalarim sizni muammolaringizga to'liq yechim bo'lmasa va sizda yana qo'shimcha savollar tug'ilsa yoki bu mavzuga chuqurroq yondashishni xohlasangiz, kommentariyda o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin yoki nevroz qalb kasalligimi deb nomlangan Telegramdagi maxsus kanalimga a'zo bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimda har hafta shanba kunlari bepul webinar o'tkazaman va istalgan savollarga jonli javoblar beraman. Bundan tashqari, har oy yangi terapevtik potok ochiladi va mana shu dasturda qatnashish istagi paydo bo'lsa, u haqida ham to'liq ma'lumotni Telegramdan olishingiz mumkin. Birinchi eng muhim ko'nikma bu payqash, sezish. Ya'ni birinchi o'rinda o'z his-tuyg'ularingiz va fikrlaringizni anglash, bundan tashqari yoningizdagi juftingizni ham his-tuyg'ularini tushunish va harakatlaringizni natijasini, oqibatlarini tushunish. Ikkinchisi juda ham muhim ko'nikma, ayniqsa ayollar uchun, chunki telepatiya bizda yo'q. Agar biz eshitmasak yoki o'zimiz gapirmasak ochiq muammolar haqida bir-birimizni ichimizdagini topa olmaymiz, tushunib yeta olmaymiz. O'shaning uchun ham muammolar haqida har doim ochiq gapirilishi kerak. Ya'ni to'g'ri gapirish ko'nikmasi.
Qachonki biz o'zimizni ichimizdagi ichki holatimiz haqida ochiq xabarlarni jo'natsak, gapirsak juftimizga, bu aslida hech qanaqa kuchsizlik emas. Aksincha, bu bizni yetilayotganimiz, katta bo'layotganimizni eng asosiy belgisi. 3-ko'nikma bu o'z his-tuyg'ularini ko'tara olish. Ya'ni impulsiv tarzda munosabatlarni buzadigan harakatlarni qilmaslik. Masalan, yarim kechasi agressiya, jahl bilan bir olam xatlar yozmaslik. Har 2 soniyada telefonni tekshirmaslik. Sizni sindiradigan joyga qaytishga yalinmaslik. Bu ko'nikma aslida nafas olib, o'zingizni o'sha negativ emotsiyalaringizni ham ko'tara olish. Ularni yaxshi, sifatli kechina olish. Kerak paytda negativ tuyg'ular bilan bo'lishni ham o'rganish. Chunki aslida tuyg'ularni sifatli kechinish juda ham muhim. Va eng asosiysi to'g'ri harakatlarni tanlay olish. Mana shunaqa his-tuyg'ularning ichida qolib ketgan paytingizda. O'zingizga xiyonat qilmagan holatda. Agar sizda shu 3 ko'nikma bo'lmasa, qanchalar chiroyli, omadli, ilmli bo'lishingizga qaramasdan nosog'lom munosabatlarga tushib qolishingiz mumkin. Lekin agar bu ko'nikmalar sizda yaxshi rivojlansa, sizga zarar qiladigan narsalarga rozi bo'lishni to'xtatasiz. Siz qalbingizdagi his-tuyg'ularingiz uchun uzr so'ramasdan yashaydigan munosabatga loyiq ayolsiz. Shunchaki tug'ilganingiz uchun, shunchaki borligingiz uchun eng zo'riga loyiqsiz. Shunchaki borligingiz uchun.